Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib o'tirgan aziz do'stlar, podpischilarimiz. Bugun xudo xolasa haftaning yakshanba kuni sizlarga reklama qilib tanishtirib beradigan mashinamiz Cobalt avtomat. Ideal holatda tayyorini zo'r nakiyamiz sizlar uchun sotib hozir bir qator tanishtirib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Video obzorimizni boshlashdan oldin sizlardan iltimos so'rab qolgan narsamiz videomizga like bosib, kanalimizda yangi bo'lsanizlar obuna bo'lib qo'yinglar va ayrim obuna bo'lmay kuzatib turgan podpischilar yurtdoshlarimiz bor ekan, sizlar ham obuna bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya beraman. Sababi iloji boricha ko'proq variant chiqarish harakatida turibmiz. Qaysidir biri sizlar ham ma'qul keladigan bo'lsa, yo bo'lmasa shunning sotsiyanadagi, shunning turdagi mashinani olaman deb yurgan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shularga jo'natib qo'yasizlar, bir savob ishga qo'l urgan bo'lasizlar. Agar o'zingiz qarab yurgan bo'lsangiz, kelib ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Xo'sh, mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, ko'rib turganlaringizdek oppoq rangda, ya'ni sizlar ko'ngillari sevetidan deymi? Xullas, kraskasi 100% radnoy mashinamizni Euro pozitsiyasi bo'ladi. Ya'ni Euro pozitsiyasi hozir ma'lumotlarni berib o'taman. Qaranglar, qo'shimcha bunda motor tarafida ko'pincha hozir uni motorni chiqindi ko'rsatib o'taman. 4 dona yumshoq balon Zorondan Zero Max degan firmadan yumshoq balon qo'yilgan zavodskoy diskalaridan ABS tormozlari bor, eng fulli va дополнительный styllarga nisbatan qo'yilgan narsalari bor. Uni 78.000 kilometr masofani bosib o'tgan motofonlar shundan bo'lgan 2023 Yevro pozitsiya bo'lsam savollar akkuratni top-toza o'tdi. Sidyan chexolni zo'r ustanov etilgan. Mana konkret tenda Evakor polik, hozirgi kunda trendda bo'lib turgan poliklardan apsifikalar ham chiroyli holatda. Narxini ham video boshida aytib o'taring do'stlar. Ko'pchilik sabr chidamaydi. Narxini ayt deb kommentariyada yozib tashlaydi. 125 million so'm bo'lsa beramiz. Yana narx bo'lsa ustunda savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Yana orqa taraflar ham top-toza chiroyli holatda bo'lib turibdi. Kapotni bir ochib beraylik. Endi qo'shimchasi qaranglar. 2022-yildan keyin bilsangizlar, Cobalt avval 2-pozitsiya bilan 4-pozitsiyada sidinyalar boshqacha keladi. Keyin 2022-yildan keyin avtomatlardan shu 2-pozitsiyani sidiniyasi kelib qolsa, bunda esa shuni materialni o'zi tushunsangizlar bo'ladi. Sidiniyasi ham shuningdek, ya'ni yaxshi materialda, kattaroq sidiniyada ishlab chiqarilgan. Birinchi styledan plus tarafi qo'shimcha дополнительный baji. Ikkinchi kan funksiyalari motor tarafda, ya'ni motor tarafida motor katalizator bilan ishlab chiqarilgan bo'ladi va economizer eng asosiy kerakli Cobaltlar uchun kerakli bo'lgan narsa economizer bilan ishlab chiqarilgan. ABS tormozlari bor, aytib o'tdik. Metani 4-pokoleniya bo'ladi. Mana kulish deymagan hech qaysi joyini kraskalar ham rodnoy. Endi ko'pchilik uchun, ayrimlar uchun mashina kredit grafiki qiziq bo'ladi. Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan mijozlarimiz uchun boshqa viloyatlarda avtokredit variant yo'q umuman. Shundan e'tibor olinglar, faqatgina naqd pul sotamiz boshqa viloyatlarda. Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan mijozlarimiz uchun boshlang'ich to'lovini общий hamma xarajati bilan 15 million so'm pul bersangizlar, ishlaringizni bitirib, chiroylatib yuboramiz. Sizdan so'ralgan narsa pasport pravo и kredit istoriyalaringiz toza bo'ladigan bo'lsa, ana xohlasangizlar 3 yil, 5 yil, 6 yilgacha kredit asosida olsangizlar bo'ladi. Qolgan ma'lumotlari, aytilmagan ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa va sizdan qiziqtirgan ayrim ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, kelib ko'rib savdosini qilib, naqd pul kredit barter variantlari asosida xarid etib olsangizlar bo'ladi. 2023-yil avtomat korobka oq rangli полностью haydashga tayyor Euro pozitsiyadagi Cobalt avtomat mashinamizni 78.000 kilometr yurganini sizlar uchun 125 million so'm deb baholadik. Ustunda kelib savdo qilaverasizlar. Sog'-salomat bo'linglar. Sotuvda mashinalarimiz bor va yana sotuvdan mashinalar bo'lsa, kelsangiz zo'r narxda o'zimiz sotib olamiz, sotib beramiz. Va albatta reklama xizmatlaringiz mutlaqo bepul, bemalol avtosiga salonimizga kelaverasizlar. Manzilimiz Urganch yo'ldan yo'li. Bu yoqda Sputnik svetofor joylashgan, bu yoqda Xalq tili bankida Jilliqanal svetoforini o'tganlaringizdan keyin o'ng qo'lda avtosiga salonimiz joylashgan. Bemalol kelaverasizlar.